Assalomu alaykum. Bizlar o'zakana kuzatgan jiyanlar, sog'mi-salomatmisizlar? Inshaalloh bugina Turkiy tumanimizdan haj safarina chiqatirlar. Onaxonlarimiz, otaxonlarimiz inshaalloh hammaga nasib etsin. Ota-onasini haj safarina yuborish, o'zi borish niyatganlar birdan chiroyli like bosib, kommentda safarlar bexatar bo'lsin. Hajlar inshaalloh yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar nasib qoldiramiz. Hammasi duo qildi, Xudo xolasa haj safarina yetib o'tirgan onaxonlar, otaxonlar Turkiy tuman Juma Mullaboy masjid oldidan yetib o'tirlar. Hamma Xudo xolasa. Turkiy tomonidan bu yil 2025-yil jami 50 nafar 4 kunlik fuqarolarimiz haj safariga yo'llanayotir. Alloh taolodan so'rab duo qilamiz. Allohim mana shu haj safariga chiqayotgan yo'ldoshlarimiz haji mabrur bo'lib qaytishligini Alloh o'zi nasib eylesin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mabrur hajning mukofoti jannat dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar: kimiki Alloh taoloning baytini haj qilsa, agar uning haji qabul bo'lsa, qiyomat kunida o'zining yaqinlaridan 400 ta insonni shafaat qilish huquqi beriladi dedilar. Yana ba'zi hadisda 400 oila degan hadis ham bor ekan. Alloh taoloning baytini haj qilib, haji mabrur bo'lib qaytib kelgan odam onadan tug'ilgandek gunohlardan forig' bo'lib qaytishligini payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar. Bu dunyoning o'zida bu ulkan baxt ekan. Qiyomat kunida esa jannatning eshigini oldida turib, o'zini yaqinlaridan, birodarlaridan 400 xonadon sohiblarini birga jannatga kirishlik maqomini Alloh berar ekan. Allohim mana shu maqomlar bilan qaytishingizni Alloh o'zi nasib eylesin. Biz mana shu safarga otlanayotgan birodarlarimizdan iltimosimiz, elimiz, yurtimiz ravnaqi uchun, el tinchligi uchun Baytullohda turib duo qilishingizni iltimos qilamiz. Biz mana shu eldoshlaringiz haqlariga Arofatda turib duo qilishingizni so'raymiz. Bir qancha insonlar sizlarga havas qilib, bizlar ham hajga borsak edi, bizlar ham umra qilsak edi deb turganlar bor. Shularning haqlariga duo qilishingizni so'raymiz. Allohim yo'llaringizni bexatar bo'lishligini o'zi nasib qilsin. Mana shu safarga chiqayotgan birodarlarimiz ichida Qur'ondurda akamizni chorlasakda bir duolarni olsak, keyin sekin avtobusga chiqaveramiz. Keling aka. Bir duo qilsangiz. Assalomu alaykum. Allah'ım şu kaderlerine ayrıca sağlık zaman vermemiz, yoğurdumuz parahat var, işimiz onlu var. Ama asıl ilatımıza yetip geliyoruz. Ömrümüz uzak var. Deryamızın sonu var. Hüdaycan aman varıp aman yerlerimiz. Allah'can hem memleketin yani haçal Allah, hem memleketin yükselir. Seferlerimiz bir yatak olsun. Amin. Safarlarda xabar bo'lsin. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Xolasa. Amin. Amin. Radina billahi robban va bi islami dinan va bi Muhammadin rasulan. Ya Robbim, o'zing baytingga chaqiribsan. Bu birodarlarimiz labbay deb yo'lga chiqayotir. Allohim mabrur hajni savobini olib qaytishlikni o'zing nasib eyle. Barchalarning yo'llarini, safarlarini bexatar qilgin. Allohu akbar. Amin. Hammaga nasib etsin, Xudo xolasa safarlarga borish inshaalloh. Va bu yilgi haj safariga yetib o'tirgan onaxonlarimiz, otaxonlarimiz